Yo, James, unday qilma. Jennerson bas qil dedim. To'xta, James, to'xta. James, iltimos, James, to'xta. James, to'xta. 2 setvoli AK-47. Yana bir dohiyona. Yo, James, unday qilma. James, iltimos bas qil. James, bas. Agar biz birlashtirma tugmasini bosadigan bo'lsak, natijada tovushsiz C4. Tovushsiz C4ni va qo'y James, qo'y. To'liq tovushsiz AWP. Tarixda mavjud bo'lgan eng maxfiy qurollardan biri bo'lgan. Qo'y James, to'xta. Klik kabi tovushlar bolt suturgich tomonidan yo'q qilinadi. Va o'qilayotgandagi tovush ham magazin gulush tili tomonidan yo'q qilinadi. Shuningdek, qurolni barqaror ushlash uchun bu old tutqich vazifasini ham bajaradi. Nima? Yo'q, James! Yo'q! To'xta! To'plamimdagi yana bir tovushsiz niqobim. Bu maxfiy qurol. Bu nafaqat nafas olishingizni bildirmaydi, balki havoni ham tozalab bera oladi. Qo'y, James. Jennerson, yo'q! Yo'q, to'xtang! Bas qilinglar! Mayli yigitlar, bu yetarli. U ajoyib ishladi. Keling, Bobni bu yerdan chiqarib olaylik. Kimdir menga yordam bera oladimi eshikni ochishga? James, menga yordamlasha olmaysanmi, jigar? Eshik tutqichini 2 soniya tortib tur va men uni chiqarib olaman. Mayli. Oy, to'xta. Nimasi? Yo'q, to'xta, James, shoshma. Patrik, foydalanishga yaroqsiz va bu uyatli. Va shuni bilib qo'yingki, bu bir xato. Xo'p, mayli. Keling endi nima? Qo'y, u qayerga qoldi? Yo'q. James, yo'q, unday qilma. James. Yo'q, James. Jennerson, to'xta. James, yo'q. James. 2 barmoqda ushlaysiz va o't ochish uchun dushman haqida o'ylab turgan holda hushtak chalish kerak. Agar siz dushmanni bir marta ko'rgan bo'lsangiz, bu qurol o'sha odamni quvishdan to'xtamaydi. Ya'ni uning dumbalaridagi tishiga yetib bormaguncha. Yo'q, James! Bu yerda nima qilyapsan? Qo'y, otma! Yo'q. Ot! Men buni tomoqdagi echki deb nomladim. Tomoqdagi echki 2. Nishonga olish ancha osonroq. Chunki siz endi milkning pastki nishonlariga qarab ko'ra olasiz. Qarang. Qo'y, yo'q, James. Yo'q, to'xta. Bu otish musobaqasi emas. James, otish musobaqasi emas, to'xta. Xo'p, mayli. Hammasini unutamiz. Boshqa birovni topishga urinib ko'ramiz, qani? Menimcha kimdir ko'rdim-ku. Nima? Qo'y, nima? Ko'rib turganingizdek magazin shu yerdan chiqarilmoqda. Nima? Yo'q, James, bas qil, James, qo'yib yor. James, to'xta. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat va ko'rishguncha keyingi video. Qo'y, yo'q, James, shoshma, unday qila ko'rma. James. Endi biz uni xuddi o'sha nishonda sanab ko'ramiz va uni aniq nishonga otish qanchalik osonligini ko'rasizlar. Qo'y, nima? Yo'q, James, yo'q. Otma, uni otma. Yo'q, James. Agar birlashtirish tugmasini bossak, g'aroyib qurol paydo bo'lishi kerak. Bu safar qurol. Tushunaman, unchalik xavfli emas, lekin erkin mashq qilishda sizni xursand qilish uchun ajoyib o'yinchoq. Nima bu? Nima qilyapsan? Yo'q, James. Bu men, Lichman. Nima? Qo'ysang-chi endi, bu nima ahmoqlik? Unaqasi bo'lmaydi. Unday bo'lmaydi. Yo'q.
Yo'q. Emo, bu haqida o'ylamayam. Emo yo'q. Emo yomon it bo'lma. Emo joyingga o'tar. Emo to'xta. Yo'q. Yo'q, James, bas qilinglar. James, to'xtat. Agar biz Dravabik turini tanlab birlashtirish tugmasini bossak, natijada Pampa qiroli. Qanchalik qo'rqitmasin, u insonga zarar bera olmaydi. Uning ustida gaz baloni bor va yon tomonda bosim ko'rsatkichi ham joylashgan. Va uni zaryadlash uchun shunchaki pompalab tortasiz. Bu harakat sizga tanish bo'lish kerak. Ayniqsa meni kanalimga obuna bo'lgan bo'lsangiz. Va bosim maksimal darajaga yetganda, siz shunchaki dushmaningizni aniq nishonga olasiz va tepkini bosasiz. Ammo aytganimdek o'ldirmaydi. Shunchaki kiyimlarni kuydirib yuboradi. Shuning uchun ham nomi Pompa qiroli. Agar dushmaningizni xo'rlamoqchi yoki ruhan zo'rlamoqchi bo'lsangiz, aynan shu qiroldan foydalaning. Hoy. Va agar biz yana bir bor birlashtirishni bosadigan bo'lsak, Pampa qiroli 2. Uni otishdan oldin tortadigan bo'lsangiz, u uzayadi. Va yana bir bor, va yana. O'zingiz istaganingizcha qilishingiz mumkin. Va agar tepkini bosadigan bo'lsangiz, siz bir vaqtni o'zida barcha o'qlarni otib yuborasiz. Voy. Va kamiga bu ko'p vaqtni olmaydi. Bir necha tez orqaga tortishlardan so'ng, bu qirol kuchli portlash yakuniy zarba uchun tayyor bo'ladi. Qani 3, 2, 1. Hoy, nima bo'ldi? Yo'q, xotirlama. Bu safar senga hech narsa qilmaydi, va'da beraman. Qanoti qol bo'l. Bu aniq 100% xavfsiz. Senga umuman hech narsa qilmaydi. Tushunarlimi? Ha, qani unda o'tamiz. Qani? 3, 2, 1. James! Tirikmisan, James! Bu qirol shuningdek raund boshida siz odamlarni himoya qilayotganingizda ham foydali bo'ladi. Siz jamoadoshlarini tashlamoqchi bo'lganingizda ham. Qo'y, o'zimni g'alati his qilyapman. Bu ishni menga qaramay qila olasanmi, iltimos? Tuyulyaptimi yoki rostdan ham tortish qiyinlashyaptimi? Men buni qo'limda his qila olmayapman. Senga buni qilayotganingda menga qarama deb aytdim. Ha, shunday, barakalla. O'y. Xo'p, mayli. Endi tortish chinakamiga qiyinlashib qoldi. Xo'sh, yaxshi. Endi bu hatto qimirlamay ham qoldi. Balki buni sababi kosmosda vakuum borligidadir. Kosmosda vakuum bor. Yo'q, James, boshqa unday qilma. James! Yo'q. Xo'p, mayli. Oxirgi qirolga o'tishdan oldin anime ko'radiganlar uchun reklama. Oradan 2 oy o'tdi. Ryozaki, bilaman seni kayfiyating yo'q. Ammo bunga bir qarab yuborasanmi? Bunga qara. Bu bo'lish mumkin emas. O'zbekistonda bepul sifatli anime o'qiydigan birinchi sayt ochilibdi. Ular hatto animelarni Telegramga ham qo'yib borishar ekan. 2 oy ichida 30 ta o'zbek tilida sifatli dublyaj bilan anime qo'yishgan ekan. Lekin negadir ular unchalik mashhur bo'lmayapti. Bunchalik sifatli dublyaj nimaga mashhur bo'lmadi ekan? Hatto ko'rish uchun 1000 ta kanalga obuna bo'lish ham shart emas. Nomi gomo.oz ekan. Ularda Instagram va Discord kanallari ham bor ekan. Nima deysan, El? Men o'ylashim bo'yicha bu anime ko'rish uchun ideal sayt. Menimcha ham endi men anime ko'rish uchun 1000 ta kanalga obuna bo'lishim shart emasdek tuyulyapti. Ha, gomo.oz saytining hamma havollarini video ostidan topishingiz mumkin, qadrli obunachilar. Shunday deb yozib qoldirishgan ekan. Mana endi animeni qayerda ko'rishni ham bilamiz. Artyom, sen qurolni qo'yishing mumkin. Ishonching komil bo'lmasa buni qilishing shart emas. Artyom! Yo'q, James, unday qilma. James, bas qil. James, to'xta. Mayli. O'yinda oramizda yo'q. Nima? James, qanday qilib bu yerga kelib qolding? Yo xudoyim, qanday qilib Team Force olamiga kirib qolding o'zi? James, seni ko'rmaganimga mancha. Ana u haligi nima? Hoy. Yo. James, bas qil dedim. James, to'xta. Minigun mexanizm bilan mexanik tarzda biriktirilgan 5 ta 12 kaliberli pompa uslubidagi miltiq.
ikki dravovik va silak bilan birlashtirilgan qisqa va uzoq masofagacha qamrab olish uchun va yana ko'plab to'xta. Yo'q, James, yo'q, James to'xta. James, eshityapsanmi? To'xta. Ammo bunisi kichik kamchiliklardan tashqari juda yaxshi qurol. Reaktiv bolg'a. Eng yaxshi u qani? Yo'q, James, Jennifer to'xta. James to'xta. James. Qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu shunchaki uni teskari ushlab otishga tayyorlanishdir. Keyin shunchaki uni ichidan pinni sug'urib chiqarasiz va uni otasiz. Tayyorlan 3, 2, 1. Yaxshilab qarang. Uning ko'rinishiga. Yo'q, James. Yo'q. Shoshma. James, to'xta.